Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Hürmetlik cemaatlerimiz, ötken haftadıki dersimiz Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyaga kelgen Arab yerim arılığı hoşnu bolgan çoğ imperiyalar ve xandallıqlar haqqida toxtaldık. Bugünkü dersimizde Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaga kelişten burunqi Arablarning ahvalini bir qor ögünüp çıkımız. 5 xil tarafdan közütüp çıkımız. Birincisi din, ikincisi siyaset, üçüncüsü iqtisat, dördüncüsü ictimai münasibet, beşincisi edep əxlaq doğrusuda. Mana şu 5 xil ahvalda bularning ahvali nədən nəyə getdi degan məzmunda bir közütüp çıxımız. Əmdi bu Ərəblərinin din məsələsi kelgan vaqtida bular əslində tarixlarda oquyumuz. Hazret İbrahim aleyhissalatu vesselam'ның iki ayalı bop, biri Sare, yani birisi Hacer. Bu Sare anımızne İbrahim aleyhissalatu vesselam'ның ayalı hem de Sare anımız bilen öylengenden keyin uzun bir mezgil geçilik bu Sare anımız tuğmaydı. Şunu bilen Sare anımız İbrahim aleyhissalatu vesselam'ның bir perzentigi bolgan iştiyaqını his qilib, Hacer anımızne İbrahim aleyhissalatu vesselam'a öylep koydu. Bu Hacer anımız Sara anımızın hizmetkarıydı aslında. Hacer anımız İbrahim aleyhissalatu vesselam bilen birlikte hazırki Mekke'ye kilidemdi. Rabbimiz Celle ve Ala'nın buyruğu bilen Hacer anımızını bir yere ekilidu, bir yere koyup kitidu. Hem de bir yere İsmail aleyhissalatu vesselam bir peygamberinin oğlu. Bu vazife bilen kelgen kişi bu yere. Bu kişi bu yerde etrafındaki insanlarını dinga, tevhidiyet dinga, yani İbrahim aleyhissalatu vesselam'ның dinga çakırdı. İsmail aleyhissalatu vesselam'ның ki ömrü 130 yaşını aşkan deyildi tarihi kitaplarda. Şu vafat bolğanğa kadar davamlılık tevhidiyetke, etiqatqa, yani İbrahim aleyhissalatu vesselam'a nime buyurulgan bolsa şu narsalarga buyuruydu. Şu halatda ötüdü. İsmail aleyhissalatu vesselam dünyadan yanğandan keyin bu xalq xil bir mezgil göçülük İbrahim aleyhissalatu vesselam'ның dinida maňudy. Meňip bir mezgillerden keyin bular tedrici susluşqa başlaydı. Etiqadi jihatdan çekinişke başlaydı. Şeytanın la'inning azduruşu bilen her xil fitne fasatlar sebeplik bular putperestlikni tepip aldı. Putga etiqat qildigan holatlar bularda şekillenidi. Bu her bir qabilening birden putu bolgan bu butlarning içindeki en çoğun but Lat, Manat, Uzza qatarlıq muşundaq butlar idi. Bular ibadet qılardı. Hubel deydigan bir but bar idi. Şularning içindeki bir mötüber bir şəxs bop. Bu şəxs muşu Şamğa kelip bir ticaret sebeplik kişilerning butqa çoqunup atqanlığını görüp Hubel isimlik bir butdan birini ağaç getip Şam zeminidan Kabe'nin içine ekirip kişilerni mana muşu aslida ilah muşu eken, muşunun secde qılınıl deydi. Şunun bilen bu hürmetli kişi muşu adam toğur deydi o davatqan bir xalq oğanlıqdan Allah şirk keltirýänler desem maq dep şirk keltirip ketdi bu biçarlar. Hem de hakikaten dünyada müşriktin mi biçare insan bulmaydı. İmam Bukhari rivayet kılgan bir hadis var. Bu hadis ne? Şu vaxtdaki dövrünü, cemiyetini çöndürgen hadis bu. Bu hadisten tıxımı bulanın ne kadar burmulunup ketkenlikini bu hadisten bilip alımız. Rivayet Bukhari en Abi Raja el-Utaridi radiyallahu anhu yaqul كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. Abi Raja Utaridi radıyallahu anhu şundaq deydi. Biz taşqı ibadet qılatdık. Bu but degen şu taşdan yasıldıgan narsamda taşqı ibadet qılatdık.
biz sel yaxşıroq, chiroyliroq bir toshni ko'rsak, ibodat qilayotgan teshimizdan chiroyli bo'lganlik uchun uni tashib o'tib, chiroyli toshni but qilib buniga ibodat qilatdik. Agar yaxshi chiroyli tosh topolmasak, ibodat qilgudek tosh topolmasak, to'pini do'laytdik. Bununğa sig'in qo'yni kelib, qo'yni sig'ib, qo'yning suti bilan layitib, buni qatirib, mushning atrofini tavab qilib, mushna ibodat qilatdik deydi. O'zi yasagan bir lay, mushning ibodat qilatdik deydi. Demak, mana bu insoniyatning Allah'tan bo'lgan bir hidoyat bo'lmasa, pek dötmudisi dötme emas bular. Axırda bularning ma'lum ortiqchiliklarini qisman eslab o'timiz. Bu xalq mana mushundaq holatlarda ozgan. Endi hajmi qilatdi bular. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin devrida o'tirib qo'yilgan masala emas. İbrahim aleyhissalatu vesselam'ningki davridan boshlab bu hajning faoliyatlari asosan shakllanib bo'lgan. Bular buning shakllarini, ahvollarini o'zgartib, o'zi bilgancha qiladiganga odatlangan. Andan keyin haj bularning hukmida bir faxrdan iborat, bir riyodan iborat edi. Haj qildim desa, haj qildim deydiganga, nam obro'y qozonish uchun hajga keladigan, Baytullohni tavob qiladigan mushundaq bo'lib qolgan. Buni deganimizda, hozirgi bizning kunimizdagi mushu ideyaga chiqib qoladigan hojilar ehtiyot qilishga to'g'ri keladi. Rabbimiz jalla va ala hammamizni shu ulug' zaminga nasibador qilsa, avval qalbimizni isloh qilib, eningdan keyin bag'uchilardan qilsin. Endi bu mushundaq ezib ketgan xalqlarning ichida xristianlar, yahudilar bularni mushundaq ezib ketgan. Bularni aslida xristian deganimiz Hazrat İsa alayhissalatu vesselam'ningki dini bilan mengayotgan kishilar. Yahudi deganimiz Musa alayhissalatu vesselam'ning dini bilan mengayotgan kishilar edi. Bu aslidagi samaviy bo'lgan bularga kelgan ahkam masalalardan ikkinchi bir tarafga halqib, tadrijiy qarab biqib, ba'zilari butparast bo'lib ketgan, ba'zilari yana birinin bo'lib ketgan, anada keyin ba'zilari o'zining asli manhajlarini, asli prinsiplarini, asli shariatlarini o'zgartgan. Buning ichidagi ahli ilmlar, mullalar o'zgartib bergan. Bu haqda Qur'oni Karim mush ahli kitob haqida nihoyat jiq to'xtaladi. Ahli kitobning mullalari, bilimli kishilar haqida. Haqiqatan mushundaq bir ozg'unliklar kelib chiqqan. Endi bu ozg'unliklarning ichida bir qancha kishilar tarixda alohida ismi tilga ilinadi. Zayd ibn Nufayl, Qays ibn Sa'ada va Muhammedur Resulullah sallallahu alayhi va sallamning nasli bu ozg'unliklardan xoli bo'lgan deb tarixshunos olimlar kitoblarda bu shaklda tushundirdi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu bir hadisni bayon qildi. Bu Qays ibn Sa'ada degan kishi Ukaz bozorda, bu Hijozdagi bir bozor, bir bozorda davomli kishilarga aslidagi haqiqat, shu Ibrohim alayhissalatu vasallamdan qolgan tavhidiyatni, asli shariat ahkomlarini to'g'rini yetkazib turadigan kishi ekan bu. Bozorda kishilarni yig'ib nasihat qildi. "Ey xalq, manda qilmanglar, ezib ketmanglar, asli ishning to'g'risi ma'vo, manda qilinglar" deb bozorda nasihat qiladigan kishi ekan bu. Bu kishi deydi, mushu tarafdan Makkani ko'rsatib turib, Lu'ay farzandlaridan bir bola chiqib, bu bola sizlarni ixlos kalimasiga, tugamaydigan hayotlikqa, mangulik bo'ladigan bir ne'matga chaqirdi. Deb shundaq deydi. Degan vaqtida u kishilar deydi, buning tafsilotini biroz deb bersang degan vaqtida bu mushundaq ishlarni qiladi degandan keyin, agar men shu kishiningki vaqtida bo'lib qolsam, men albatta avval shu kishiningki qishig'i kelib men ovoz qo'shib iymon etgan bo'lardim. Sizlar agar ahvolinglar yorbas yashab qolsanglar, shu kishining qishig'i kelib iymon etinglar, musulmon bo'linglar degan shu maqsad bilan bir ishorat shaklida deydi. Buni Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Demak, diniy jihatda ozdir, ko'pdir, oz sondagi ma'lum insonlar aslidagi to'g'ri bir aqida, to'g'ri ideyada qilib qolgan bo'lsa-mu, insonlarning ko'pinchisi shundaq bir bulg'unish ichida edi. Demak, diniy jihatda bulardan hech bir umid yo'q edi. İkinci mesele siyasi cihetden tahlil qilganimizda. Endi bu yerda din bilan siyosat ikkisi nihoyat bir-biri bilan zich bo'lgan masala. Hozirgi davrimizda shundaq. Musulmon o'zining dinini yaxshi tushunsa, o'zining e'tiqodini yaxshi tushunsa, o'zining amal qilayotgan shariat prinsiplarini yaxshi tushunsa, shuning asosan o'ttirg'i bir siyosat olib chiqa oladi.
Yani Kur'an-ı Kerim'nin asasi kısmı, Kur'an-ı Kerim'nin bazı ayetler şu epli koysa bolduğan siyaset, bazı ayetlerden ictihat kılışık doğru kelidi. Şu dereceye yetken ulemalar bunu ictihat kılıp berdi. Bunundan bir siyaset ep çıkıdı. Demek din mustahkem bolğan vaqtida ikinci orunda nima boludu? Siyaset boludu. Eğer din mustahkem bolmasa, muqim bir din igisi bolmasa, siyaset mi muqim bolmaydı? Siyaset deganimizde şu dünyadaki her bir işla, mesela yolmanğa vaqtida yolning o'ng tarafidan menish, qizil chiroqda to'xtash hozirgi ahvol bilan tushundigan vaqtimizda. Bu siyaset degan boshqurish, idora qilish degan bir hukm bilan tushunsak, shundaq bir shu dunyoni boshqurish, yetaklash insonlarni. Mushu ishlarning hammasi siyaset ilmimdi. Mushu siyaset din bilan zich munosabatlik. Shuningga men dinni cho'ngtirman o'yo siyaset meselesi de taze bununla kemmeymen deyiş xatarlik mesele. Çünkü din bilen siyaset ikisi bir-biriga zich bolgan mesele. Dinni naaytımı puxta bölüp ketip, naaytı vayga yetkizip, tushunib ketip, amma İslamның siyasi kısmı bilen, siyaset prensipleri bilen fakat kari yok bolgan Müslümanga uçuraydigan bir xatar küfri siyasetni qabul qilib qilish xavfi bor. Küfri siyasetni to'g'ri deb qabul qilib qilish İslamның asli aqidasiga xilaf. Shuningga bu yerda har bir musulmon aktiv musulmon bo'lish uchun dinning asli ahvollarini tushunish kerak. Bu devlet karakterlik bunu icra kılamagan takdirdimi özünün kallasında şahsiyeti de buluş gerek bu mesele. İslam'ın prensipleri asasen İslam da zaten bunun da kanda karaydı. Degen bu meselelerde İslami siyasetlerden haberdar buluş gerek. Hem de ulanın ki Araplarının ki hazırlık toxtulup atqınımız siyaset meseleleri şu vaxtdaki Araplarının Arap yerim arılı deyimiz hem de. Bu Arap yerim arılı degen hazırkı Arabistan, Urdun, Lubnan, Ubu, Bahreyn, Ubu degandek manda kichik bölünüp ketken yerlemez. Bu Arap yerim arılı degen naat yoğan. Muş hazırkı Araplarının hemmimiz Arap yerim arılı. O tarafı Yemen, bu tarafı Suriye, muş hazırkı muşu Xalij devletleri deyimiz hem de. Muşlarının hemmisi Arap devletlerinin hemmisi Arap yerim arılı. Bu devletlerde umumi cihetten 3 tane Tacik egen padişahlık vattı dep tarihi kitaplarda bu şekilde düşündürdü. Yemen'de, Şam'da, Hira deydiğen orunda 3 tane Tacik egen padişahlık var idi. Bu padişahlıklardan Şam'dakisi Rum imperiyasiga, yani Uyghur tildeki Rim imperiyasiga şulağa galçılık qilib turib, şulağa beqinib turib, xalqni idora qilatdi. Yemendikisi Paris imperiyasiga beqinib turib xalqni idora qilatdi. Chunki bu imperiyali cho'ng kuchlik bo'lganlikdan shu zamonlarda mana shunday kuchliklarga bo'ysunadigan mushundaq bir ahvollar bor ekan. Mushundaq shaklda bu demek her bir bu Paris imperiyasiga bo'ysungandan keyin Parischa bir siyosat bo'ladi. Rim imperiyasiga bo'ysungandan Rimcha bir siyosat bo'ladi. Anadan keyin ondan başqa padişahlık deb resmi taj kiygan emas, o'zaro qabila boshliqlarimi bir padişahdek yaşaydigan bir ahvol bo'lib, ma qabila bilan a qabila xolisa ittifoqlashib chiroyli o'tadigan, xolisa bir-biri bilan davomli urush jidal qilib turadigan, so'qishadigan shundaq bir xalq hamda bularning siyosiy ahvoli. Muqimsiz, davomli davranib turadigan, bir damning ichida chiroyli o'tayotgan odam qarasa, bir damning ichida qon, urush jidal majra shundaq bo'layotgan ahvollar bo'lib ketgan edi. Demek bu siyaset muqim bo'lmasa insoniyatda xotirjamlik bo'lamdi bo'lmaydi. Hem de bizni aytib bek bilishimiz kerak asli buni. Siyaset jihatda her bir inson, her bir millat o'zi xotirjam bo'lgudek, qanoat qilgudek bir siyaset bo'lmaganlikdan davomli parakandichilik ichida yashaydigan gap. Robbimiz jalla va ala hammamizni eng yaxshi, muqim, mustahkam bo'lgan Allohning siyosati bilan yashashga nasibador qilsin. Hem de iqtisadi taraftan bu Araplarni tushunganimizda şu vaqtidagi, yani Janob Rasululloh dunyoga kelishdan burungi Araplarning gapini qilyapmiz-ku hamda. Iqtisodiy jihatdan tushunganimizda bu iqtisod bilan siyoset bek munosabatlik. Hozirgi davlatlar bunga bek diqqat qiladi. Siyoset muqim bo'lmagan davlatning iqtisodi taraqqiy qilmaydi. Bu nihoyat muhim bir mantiq. Bizmi o'zimiz mustahkam muqim bir siyosatga tava bo'lib turmagan taqdirda, kallamızda bir delg'uluchilik bo'lgan taqdirda,
Ау тоғырмыды? Яқ, ашу тоғырдек емес. Мау тоғырмыды? Яқ, аш тоғыр оқшайды. Мұшындақ мұқымсызлық болып туған тәқтірде дүниялықымыз мı раваж тапмайды. Әр біріміздің өзіміздің шәхси сиясатымызға мı иқтизадымыз мünasibetlik болады. Шуның қаллы мұқым болыш керек. Демек, bularninki siyosiy jihatdagi muqimsizligi albatta iqtisodiy jihatdagi muqimsizligiga ta'sir qiladi hamda. Siyosiy jihatda muqimsiz bo'ldi dedik. Iqtisodiy jihatda bularning alohida taraqqiy qilib ketgan emas. Urush jidalini ko'p qilgan xalqda iqtisod taraqqiy qilmaydi. Hozir men ko'rayotganimizdek qachoniki urush jidal, majra, jangi jidal jiqosa, bundaq xalq, bundaq vatan, bundaq millat taraqqiy qilmaydigan gap. Bu Quraysh ayolları yoki shu Makka ayollari haqida tarixshunoslar shundoq deydi. Bular ozdir ko'pdir qo'l, hunar, sanoat ishlarini taraqqiy qilgan desa, bu faqat hunar sanoatdan bekli keyin ekan bular. Bularning qildigan ishi yo tijorat, yo padichilik. Nayt az bir yerlarda ziraat unadigan, qolgan yerlar yo padi vaqadigan, yo tijorat bilan. Endi ayollar ancha-muncha bir narsa to'qiydi deydi. Jip egirdi ekan masalan. Egirgan jiplarni bir narsani to'qiydi ekan, ammo jangi jidal jiqo'ganlikdan ilqi yorilini tangidiganga şu jip bilan paxt bizim ketadi emasmi, daki o'xshash bizim bilan. Şu yaralini yo kesilib ketgan qo'l putlini tangidigan aran yetdi deydi ayollarning to'qigan jiplari. Mana shunday qilib, şu o'zining ahvoli bilan aran bo'lgan shunday bir xalq edi. Endi bularni ijtimoiy munosabat tarafdan tushungan vaqtimizda İctimai nesep, ictimai münasebet cihettin bula ilqi Kur'an-ı Kerim'de elhâkumut tekâthur bula ne mi? Şundaq o'zi tekâthur degen davamlıq ilqi men palanının balısı pokonu neseptin palanı kabiledin deydigan hatta zurtumul maqabir ta şu ölüp ketkenga qadar mush gapni qilib vaqtni o'tkazdigan. Biz ash palanının övrisi etdik, pokoni adamning balachaqsi etdik deydigan mush gap bizning xalqdan bormas mamda. Mushning bilan faxrlandigan. Endi keyin gaptallik bilan faxrlandigan. Gaptallik bu nayti avjiga chiqqan bir davr bu. Qur'oni Karimning bir hikmatlaridan birisi mushundaq nayti gapdan bo'lgan, shoir bo'lgan, she'riyat taraqqiy qilgan, so'z ifodalash favqulodda birinchi darajalik bo'lgan shunda bir davrda Qur'oni Karim shu vaqtda nozil qilingan. Qur'oni Karimning bir mo'jiza qismi so'z, ibora, ifodalash jihatdagi i'joz deydi buni, mo'jiza qismi hamda. Boshqa hamma narsalarni ojiz qiladigan qismi. Bular she'r o'qisa, shu shoirning she'ri kishilar tarafdan qabul qilinib, maqtilib, shu she'rni hozirgi biz ko'rayotgan Ka'batullahning temiga osadigan gap ekan hamda. Şu Ka'batullahning temiga bir shoirning she'ri esilsa, şu shoir chiqqan jutning adamlar faxrlandi ekanda, ko'rdingizmi bizning adam mavo deb shunda faxrlanib yuradigan gap ekan. Demak, ijtimoiy munosabat jihatdan shundaq bir faxrxo'rlik qoplab ketgan shundaq bir ahvol. Ayol va er degan uqum bularning kallasida naytimi bir xato tushunchaga ega edi. Ayollarni bular xuddi shu tijorat mollariga o'xshash elib sotadigan bir narsa qatorida ko'radi. Ayollarga hech qanday bir hurmat yo'q. Ularni alohida bir oniliq sifat bilan bir hurmat bilan hurmatlamaydigan shundaq bir ahvol bor edi. Bularning keyin nikoh masalalaridan qisman ahvollarni aytgan vaqtida biri o'gay onasini ailening cho'ng o'g'li xolisi nikohga oladigan. O'zining onasi hamda dadasi og'an ayol dadasi o'lib ketgandan keyin o'gay onasini o'zining nikohga oladigan. Şu ailedeki çoğun oğal yoki faqat shu ertaklarni qo'ymay uydan chiqarmay shunday qiladigan huquq shu cho'ng o'g'alda bo'lgan. Shundaq bir ahvollar. Yoki masalan birisining qizi bilan uylanmoqchi bo'lsa birisi, vachisini singlisini tang oladigan. Shu ikkilisini xotin qilib saqlaydigan shundaq bir ahvollar bo'lgan. Undan keyin qiz farzandlar tug'ilsa, buni ko'mitish tarafdori bo'lib, xijil bo'lib, shundaq bir badqilik ishi bor ekan, bularning inson qilipidan chiqqan. Hem de bu haqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki devirde bir adam bulup, bu adamni Cenab-ı Resulullah kaçallık göz devamlı kaygırıp, nayta hoşal emasmış da gemkin haleti turdu iken de. Bir gün Cenab-ı Resulullah soraydı iken hem de, ay falan sen ne oldu devamlıkmış da gemge çökep durursan, ne mi dedin vasinin degen iken, bu kişi deydi iken. Benim şu cehalet vaxtida qilib qolgan bir işim var, muşu işimni Allah kechirmay qilib qolamı deb shundaq men g'am qilib qolaman deganda, deb baqqina nima ishing bu desa,
Bu kishi shundoq deydi-ki, men ayolim qiz tug'sili davomli ko'mib yetadigan bir odatim bor edi. Shuning bilan yana ayolim qiz tug'di. Buni ko'mib o'tay desam, ayolim bek yolvurib, naytijiq mushundaqni qilib turib oldi. Shuning bilan men bu mayli dedim. Shuning bilan bu qiz bola cho'ng bo'ldi. Shu to'y qilgidek shu holat keldi. Nayt chiroyli qiz bola bo'ldi. Endi buningda hozir kishilar elchilikka kirish ehtimolligi bor edi. Men buningdan xijillik his qilishga boshladim deydi. Kundan-kun xijillik his qilib, endi bu ag'uramdim men endi. Mendek bir odam bir qiz bolani ag'urmi degan qanday gap bu deb, shuning bilan opsiga dedimki, men qizimni chiroyli bir kiyim-kechaklarni kiydir, biz xulum qo'shni boshqa qabiladagi tuqqanlarimizning uyiga, urug' tuqqanlarning uyiga olib kelay deb shunda dedim. Opsi nayt chiroyli kiyim-kechaklarni kiydirdi. Shuning bilan bu qiz bolani ep mangdim. Shuning bilan bir quduqning beshiga keldim deydi. Quduqning beshiga kelgan vaqtimda bu qiz bola his qilib qoldi, sizib qoldi buni deydi. Meningki shu quduq tashlab o'ltirib etishimni his qilib qoldi. Shuning bilan shu yerda yolvurg'ili boshladi. Dada anda qilmagan deb. Shuning bilan bu qiz bolani shunday ko'tirib, putini egiz beshini past qilib shu quduqni shunday sangiltib turman, bir qitim ustiga olaman, bir qitim sangiltiman, yana shu oyliq asabiylikim tutib mushuni yana ag'urmanman deb yana olaman, yana oxirida tashib etdim quduqqa. Bu bola eslib turdi. Bu shu yig'lab, "Voy dadam, meni o'ltirib etamsan, unda qilsang bo'lamdi, dadam opamga nima deb javob bersan, opam meni sana omonat qo'ygan emasmi" deb mushundaq vaqirgan holatida shu quduqning ichida o'ldi. O'lib bo'g'uchilik ovozini anglab turvatımen, shuning bilan qaytdim degan vaqtida Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yig'lab ketdi buni anglab. Atrofidagi sahobalar yig'lab ketdi. Janob Rasululloh deydi-ki shu vaqtida, agar jahiliyat vaqtidagi qilgan xatolik sababli jazolashga buyurilgan bo'lsam, albatta men seni jazolagan bo'lardim deydi. Demak, mana mushu holatlarda qizlarning, ayollarning ahvoli bularning ichida mushu shaklda bo'lgan edi. Endi ijtimoiy munosabat bunda bo'lgan ekan, bu ijtimoiy munosabat bilan adab, axloq ikkisi bir-biriga nihoyat zich munosabatlik narsa. Endi adab, axloq masalasidan bularni kuzatgan vaqtimizda, axloq to'g'risida bulardagi shu eskilikning hammasi bo'lgan. Qimorvozlik, aroqkashlik, zina zalolat, o'g'irlik, qaroqchilik, bulanchilik, shu eskiliklarning hammasi bularda tepilatdi. Bular zina zalolat deganga faqat parvo qilmaydigan bir holat shakllangan. Endi bu ahvollardan kuzatganimizda bularning hammasi mana shundaq vayron bo'lib, hammasi tugab ketgan bo'lsa, Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek bir zot, bir isl nasab, bir shaxs dunyoga keldi endi. Bu kishi nereden keldi deydigan bir uqum kallamizga kelishi mumkin. Hamma insonlar bundaq bo'lib ketmagan. Nihoyatda bir qism insonlar bular nihoyat isl sifat bilan, isl adab axloq bilan qilib qolgan. Tarixlarda o'qiymiz, Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tog'isi Abu Talib. Bu kishi nihoyat fazilatlik, mehmondo'st, saxiy, mushundaq bir odam. Nihoyat yaxshilikni ko'p qiladigan bir odam. Shuningga qabilasining ichida nihoyat boshqalarning hurmatiga erishgan odam. Shuningdek nurg'unlagan yaxshi odamlar bor edi. Bularningki eng isl fazilatlaridan bo'lgan fazilat bularning saxiyligi, mehmondo'stligi hech nimaga to'g'ri kelmaydi. Hattoki bular o'zininki bu haroqni jiq ichadigan xalq bo'lganlikdan o'zining ichadigan haroqlarini buningga to'g'ri bir dalil isbot ko'rsatish uchun biz mush haroq ichish orqali saxiy bo'lib ketamiz deb, hattoki bularning shoirlari mushu to'g'risida she'r o'qiydi. Mush haroq ichish orqali saxiy bo'lib ketganligi, boshqalarga jiq birini berib atganligi, ularning shu haroqqa nisbatan o'ziga o'zi topgan bir fatvosi bo'lsa kerak. Mushunga o'xshagan ahvollar. Mehmondo'stlik masalasida bir oilaning badi yo'q bir tugisi olsa, bir yerdan mehmon kelsa, ati qanday bo'lar demay shu tugini zabih qilib, shu mehmonni mehmon qiladigan urf-odat bor ekanda bularning. Mushundaq bir isl xislatlarmi qisman kishilarda saqlanib qolib qolgan. Yana biriga o'zining huzab-ro'yini qo'g'dash. Ma'ningga gap to'g'ri kelmaydi endi. Shu o'zining huzab-ro'yiga daxl etib qolib qoladigan o'lab qolsa, o'lib ketishdan qo'rqmaydigan. Yana biriga bulardagi nihoyat bir jangovarlik ruhi bor. Arablar asli nihoyat jangovar xalq bu. Bu arablarning tarixi nihoyat uzun tarixga ega, nihoyat jangovar xalq. Endi mushundaq bir jangovar, botur, qahramon bir xalqni bugungi kundamda mushu holatga tushirib qo'ygan narsa nima? Buningdimi jiq tafakkur qilish, o'ylanish kerak.
Biz şundaq. Biz Uyghur milletimi tarixlarda bundaq bir boşan xalq emas, bichara xalq emas. Nayet jangovar esil xalq hamdi. Demek, mana muşularning içinde ma'lum şundaq bir faziletlik xislatlar bor bo'lgan bo'lsa-mu, insonlarning asosan yerimi yoki ko'pincha qismi shundaq zalolat, ozg'unlik, nacharlik mushundaq bir o'zi ahvollarga petib ketgan. Demak, dunyoga tasavvur qilg'usiz bir zulmat o'zining soyasini tashlab turgan. Bu vaqtida bu zulmatni yo'ritishga dal Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdek bir zot bo'lmasa, ma zulmatni yo'rtolmaydi. Shuning Qur'oni Karim nima deydi? "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, seni olamlarga, ya'ni butun dunyoga rahmat qilib avatdik deydi. Bizga mu shundaq bir rahmatga ehtiyojimiz bor. Robbimiz jalla va ala bizga shundaq bir rahim qilib, shafaqat qilib, bir-birimiz bilan kelishib qoladigan, bir-birimizga mehribon bo'ladigan, bir-birimizga muloyim bo'ladigan shundaq bir aql, farosat, iman, e'tiqod va mushuni tushuntiradigan bizga va bizmo tushunib shuningga ma'qul to'g'ri ekan mushu deb mangadigan mushundaq bir yo'lboshchini, mushundaq bir ulguni Robbimiz jalla va aladan berishni tilaymiz. Demek, mushundaq bir zulmatni Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dunyoga keldi, risolat vazifasini topshirib oldi. Mushu xalqni hokimiyat jihatdan aytgan vaqtida shu Paris imperiyasi vaqtida bor, Rim imperiyasimi bor, Hindiston xonadonligimi bor va iningdan boshqa xalqidek Tojik kelgan podshohliklimi bor, Tojik kelmagan qabilalimi bor. Demak, hozirgi bu vaziyatdan oson emas. Shu vaqtida La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degan bu şuarni ve Allah'ның dinini üstün kılışta bunu hakikaten üstünlük o'rniga eriştirdi. Rabbimiz Celle ve Ala hammamizni yana mushundaq bir hayot yashashga nasibador qilsin. Ve axiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulallah wa qudwatana lan nad'al gharba yudannisuna lan narda أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله